Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolisa keyingi ishlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yetimizga 4 ta eshik, 2 ta rom olib kelib o'rnatdik. Romlar eshiklarimiz lola fasonda, oqda bo'lgan, ichida gullari, kraskalari bilan olib kelib o'rnatib berganmiz. Xo'p, ishlarimizni arzor qilishni boshladik. Xo'p, bu eshigimiz 1.20 ga 2.40 li eshiklar. Ko'rishlar mumkin, ikki qanotini bir xil qilib, zamolarni go'zal qilib solib berib, olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, zamogimiz mana toza original sistem zamonlarda originali. Eshiklarimizni kvadratini 1 million so'mdan qilib berdik. Orqa ko'rinishlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana orqa ko'rinishlari ham bir xilda bo'lib, penalar qo'yib, zamonga aynalarni gulli, yoduviy gulli oyna yasab berganmiz. 20 metrlab chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berganmiz. Romlarimiz ham 2 qanot romlar tushgan. 1.7 ga 1.40 romlar bo'lib, 2 qanot rom tushgan. Buni ham aynalarni 20 metrlab olib kelib o'rnatib berganmiz. Glasviy laklarda. Hamma yo'g'i ichida asha 1 million so'mdan kvadratini qilib berganmiz. Bitta eshigimiz 2,5 millionga tushgan. O'zingizlar hisobini chiqarib olasizlar. Glasviy laklarda mana kraskalari ham o'ta go'zal, chiroyli bo'lib sepilgan. Hamma yo'g'i go'zal bo'lib sepilgan. Bu tarafimizda eshiklarga orqa chashpalar ham qo'yib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. O'ta go'zal, chiroyli bo'lib, romlarimiz 2 qanot ochiladigan bo'lgan. Zazolari ham mana bir xilda, hamma yo'g'i o'ta go'zal bo'lib chiqqan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 88 lik 94 lik 332 11 66. Pastda ham nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Mana xudo xolisa ishlarimizni topshirib oldik. Hamma yo'qni go'zal qilib, egalariga ham rahmat aytib, chiroyli qilib duolar qilib kuzatishyapti. O'zimizni Buloqboshi kolxozga o'rnatib berganmiz buni. Bunaqa fason tanlagan, ranglari ham neobычный bo'lgan. Xudo xolisa kraskalari ham o'ta bir boshqacha kraskalarda sepib berganmiz. Nomerlarimizni qoldiramiz. Kanalda yangi bo'lsanglar, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Ishlarimiz yoqsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatishlar besplatniy.